2026 Chevrolet Nexe zamonaviy shahar avtomobili sifatida yangilangan dizayn, qulay texnologiyalar va tejamkor dvigatel imkoniyatlari bilan taqdim etiladi. Ushbu model kundalik harakatlanish uchun yaratilgan bo'lib, ixcham o'lchamlari tufayli tirband ko'chalarda oson boshqaruvni ta'minlaydi. Old qismi keskin chiziqlar, LED farlar va yangilangan radiator panjarasi bilan yanada jozibali ko'rinishga ega. Salon ergonomik o'rindiqlar, keng bosh joyi va sifatli materiallar bilan jihozlangan bo'lib, haydovchi hamda yo'lovchilar uchun qulay muhit yaratadi. Avtomobil tashqi ko'rinishida aerodinamik shakl yoqilg'i samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, yangi rang variantlari va zamonaviy disklar avtomobilga sportchi ruh bag'ishlaydi. Bu dizayn haydovchilar orasida mashhurlikni oshiradi va yoshlar tomonidan ham qadrlanadi. 2026 Chevrolet Nexe yangi avlod dvigateli bilan jihozlangan bo'lib, optimal quvvat va yoqilg'i tejamkorligini uyg'unlashtiradi. 5 litrli benzinli motor barqaror tezlanish va silliq harakatni ta'minlaydi. Avtomatik hamda mexanik uzatmalar qutisi variantlari haydovchining tanloviga mos keladi. Elektron boshqaruv tizimi dvigatel ishini nazorat qilib, chiqindi gaz miqdorini kamaytiradi. Shahar va magistral yo'llarda past yoqilg'i sarfi avtomobilni iqtisodiy jihatdan foydali qiladi. Yangi sovutish tizimi uzoq safarlarda ham dvigatelning barqaror ishlashiga yordam beradi. Bundan tashqari, kuchaytirilgan transmissiya tizimi tezkor uzatishni ta'minlab, yo'lda ishonch hissini oshiradi. Ushbu dvigatel ekologik standartlarga mos ravishda ishlab chiqilgan va uzoq muddat xizmat qiladi hamda tejamkor hisoblanadi. Juda yaxshi darajada avtomobil xavfsizlik tizimlari bilan ham yuqori darajada jihozlangan bo'lib, old va yon havo yostiqchalari haydovchi hamda yo'lovchilarni himoya qiladi. ABS va EB tormoz tizimi keskin vaziyatlarda avtomobil barqarorligini saqlashga yordam beradi. Elektron barqarorlik nazorati sirpanish ehtimolini kamaytiradi. Orqa parkovka sensorlari va kamera Thank you.